sizlar. Shu videoga befarq bo'lmang qudag'ay. Bittagina laykni bosing, shu ham bir katta savob bo'ladi. Siz layk bossangiz qolganlar ham ko'radi. Ertaga kechqurunga men yana Surxondaryo tomon yo'lga tushaman. Ertadan keyin ertalab onaxonni olib Toshkentga olib ketamiz. Doktorlar bilan gaplashdim, hammasini hal qildim. Olib borib больницаga yotqizib, operatsiyasini qilib, Xudo xohlasa, onaxonni oyoqqa qo'yamiz nasib bo'lsa. Hammalaringizga katta rahmat. Yordam hissasini qo'shmoqchi bo'lganlarga mana ekranda kartalaringiz bor. Kartalar ko'pi blok bo'lib ketyapti. Limentimi bir bolasi ekan, men uncha tushunmadim. В общем, ertadan keyin ertalabga onaxonni olib Toshkentga yo'lga tushamiz. Qo'llaringizdan kelgancha layk bosib, maksimalni tarqatingizlar. Kommentga duo qilib qo'yingizlar onaxonni haqqi hurmati. Nasib bo'lsa, mana shu ulug' kunlarda birgalashib sizlar va biz bir sababchi bo'lamiz. Mana shu onaxonni tuzalib ketishiga. To'ylar muborak, qudag'ay. Tez kunda yangiliklarni ko'raverasizlar. Hammalaringizga rahmat.